Bir kun kelib, hayit bayrami uchun birimiz, ikkimiz, 3 xil chakchak pishira olishsan deyishsa ishonmas edi. Hozir o'sha oson chakchak retseptlarini o'rgatib qo'yaman. Xamir uchun kerakli masalliqlarni videodagi yozib qoldirdim. Birinchi korolevskiy chakchagimiz uchun xamir o'nga bo'lib olamiz. Qog'ozda yupqa qilib yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Orasi yopishib qolmaslik uchun un sepforsa ham bo'ladi. Teng o'rtasidan ochgan xamirimizni aylantiramiz. Chetlarini bo'lsa barmoq bilan siqib qovurib olamiz. Ikki tarafini. Olovimiz o'rtacha bo'lishi kerak. Ikkinchi gulli chakchagimiz uchun katta qilib yoyilgan xamirni xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Buning uchun bizga yana arra pichoq kerak bo'ladi. Endi e'tibor beringlar, o'rtasigacha olib boramiz, lekin oxirigacha kesib olish kerak emas. O'rtasiga tuxumoq surtib, xamirlarni shu tarzda yopishtirib chiqamiz. Ustidan qattiqroq bosib, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Eng oxirgi o'rima chakchak uchun lentasimon kesilgan xamirni sushi cho'piga o'rab, aylantirib tez qovurib olamiz. Bu orada siropimiz qaynab, sovishga ham ulgurishi kerak. Sovuq siropga pishib sovigan chakchaklarimizni botirib olib, kunjutdan sepib, bezatib dasturxonga tortsak bo'ladi. Xamirning mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Shunday og'zingizda erib ketadi. Videoni o'zidan bilayotganda, xamir sirop bir xil bo'lgani bilan ikkala chakchaklarning ham mazasi bir-biriga umuman o'xshamaydi. Oddiygina o'rama chakchak ustiga shakar upasidan sepsak kifoya. Qisirlab og'zingizda eriydi. Kelayotgan hayit ayyominglar muborak bo'lsin.